Inshaalloh hammamizga mana shunaqa yangi ta'mirdan chiqqan sifatli uylar nasib qilsin. Biz hozir Gagarin ko'chasida turibmiz. 8 qavatli Novostroykaning 4-qavatida uyimiz liftli, 2 xona studiyali variantda. Sizlar uchun obzorni har doimgidek podyezd eshigidan boshlab ko'rsatamiz. Podyezddan kirib kelish eshigimiz mana shunaqa sifatli eshiklar qo'yib o'tishgan, elektronli, bu tomonda zerkalli zonalarni qilib o'tishgan, o'tiradigan joylar bilan va bu garderobniy zonamiz bo'lyapti. Juda ham sifatli mebellar qo'yib o'tilgan uyimizda kattagina koridor, даже gilamlarigacha ham to'shab qo'yilgan. Birinchi eshigimiz ortida uyimizda взрослый spalnisi joylashgan. Juda ham sifatli mebellarda, juda ham sifatli yumshoq kravatlar qo'yib o'tilgan. Взрослый spalnimiz o'zini balkonchasi bilan birga. Balkonchasidan shunday детский ploshatka ko'rinib turadi. Pastda parkovочный zonalari ham bor. Koridorimizdan keyingi eshigimiz ayollarimiz eng ko'p vaqt o'tkazadigan xona, ya'ni uyimizda oshxonasi joylashgan. Uyimiz 2 xona studiyali variantda boya aytib o'tganimdek 40 kvadrat metrdan tashkil topgan. Juda ham sifatli texnikalar qo'yib o'tilgan, Imer texnikalari, Bestin texnikalari qo'yib o'tilgan. TV zona uchun alohida joylar ajratib o'tishgan uy egalarimiz juda ham sifatli yumshoq mebellar qo'yib o'tilgan. Dekorativlarga alohida e'tibor berishgan uy egalarimiz. Keyingi eshigimiz ortida bo'lsa, uyimizda sanuzeli joylashgan. Uyimizning narxi 720 million so'm. Sizlar uchun yana ham savdo qilib olib beramiz. Pastda telefon raqamlari qoldiramiz. Bizga aloqaga chiqing. Bu uy aynan sizga nasib qilishini tilab qolamiz.